Men mauni bir nusqa ko'chirib olay. Ko'chirib maya qo'yib qo'ydim. Avval mani zapaslab oldim-ku. Mauni hamda manga birsi mushu vücetlerning cho'ngligini hammasinikini 160 ta 100 qilib tengshab dedi. Avval men ma vücetlarni o'zgartirib olay ismini. UI room deb o'zgartdim. Hemen tanlab ismini birla o'zgartsam, men bunda bassam 0 dan 1 dan boshlab 20 ga bag'ich ism qo'yib berdi-ku. Hammasidan hemen tanlayman, tanlab ismini o'zgartmoqchi bo'lganman. Oldingi ismi o'xshash, faqat shundoq bir o'xshamaydigan tartib nomer bekitib bersin desam, mousening o'ng knopkasini chekib, o'sha ismni kirgizib bersamlar, tartib nomerini bekitib berdi. UI ROM 1 2 3 4 deb hammani bekitib berdi-ku. Bekitgandan keyin men endi mushni kichikiltib olmoqchidim. Menga qo'yilgan talabda hammasining cho'ng kichikligini o'xshashlam bir xil razmerga, ya'ni 160 ta 100 piksellik razmerga o'zgart debdi. Men ko'rib boqmaydim. Tafsilotni ko'rma degan turga hozir razmer chiqmabdi-ku mayaga. Razmer chiqmabdi. Endi men razmerni qanday ochmayman? Mana ustida mousening o'ng knopkasini chekib, maya qarsam razmer deb turdi-ku. Oldiga belgi uraytman. Uraytib qarsam, hammasining razmeri o'xshash ekan. 1008 da 1920 piksellik ekan. Davos buni o'zgartirish texnik oson bo'ladi degan. Men ma'ningdan bir tal widgetni ochaman. Masalan, UI ROM deganni. Photoshopga tatib keldim. Tashildim, ichildi. Widgetni Photoshopda ichib bo'lgandan keyin mayakmanda tatib kelib qo'yay. Tatgandan keyin qarsam, ayrim ramkaga chiqdi. Ham buni men o'xshash 160 ta 120 kichiklatmoqchidim. Davos men mavi Dongzo deganni yana ochaman. Ichib, mush grupning ichiga yana birini quraman. Buni hamda 160 ta nechta 100 deb qo'yay. Mayaga ehtiyot uchun F3 knopkasini bekitib qo'yay. Abi F3 ni bekitib oldim-ku. F3 ni bekitib qo'yay. Mani jazmlashtirman. Ya'ni xotirlashga boshlayman. Yangidan bir xotir qo'shildi-ku. Yangidan bir xotir qo'shildi. Mousening o'ng knopkasini meniki mavzu stonda chekiman. Mayada mani malet bo'lsa, ya'ni birga berkib ketgan holat bo'lsa, unda cheksam o'xshash tizimlik chiqmaydi mayaga. Mana o'xshash emas ekan-ku. Mana mayaga tatsam, undan keyin chiqdi mavi. Cho'ng kichikiltish degan tizimliklar. Mana. Endi rasmni cho'ng kichikiltma deyman. Deb buni necha qildim? 160 qildim. Tiga tabiiy 100 degan qimmatga tushyapti-ku. 100 degan qimmatga tushdi. Chunki mayada zanjirlilik mavi. Jazmlashtirma. Cho'ng kichikiltib bo'ldi. Ondan keyin buni qanday qilib birman? Asl o'ringa saqlab birishim kerak-ku. Buni bir nusxa asl o'ringa saqlab birman. Saqlashni xotirldi. Ondan buni taqib etishim kerak ham. O'chirayman. O'chirishni xotirldi. Ham xotirlashni to'xtatdim. To'xtatib men mash 160 deganda 160 ta 100 deganni hamma rasmni ichib mushning ichidagi barliq rasmni ichib shuningga ashni F3 knopkasini birdan bosib ekanman-ku. Birdan besishim kerak ekan. Anda o vaqtida meni tiz qilib olaman. Ammo buningdimi tezroq usulvam deydigan narsa kallamga keladi. Nimishqa degan vaqtida chunki mening hammasining razmeri o'xshashgan-ku. O'xshash bo'lgankin buningdan masaroq ish bormidi? Texim oson, qulay bir taraf qilib olammi deb o'ylaymiz. Buni ko'rib baqala. Buni qanday ko'ramiz endi? Eng avval men widget qisqichning ichiga qarayman. Ya'ni bu faqat bir tanlam widget qisqichning ichida. Shuning bilan birga o'xshash bir cho'nglikda, ya'ni razmeri o'xshash bir cho'nglikda. Bu bir ortiqchilik. Demak, buni men bir taraf qilib o'talayman. Qanday bir taraf qilaman? Davos bir taraf qilib baqay. Photoshopni qo'zg'itib, widget degan tizimlikning ichidan avtomatik degan turdan ichiga kirib, top bir taraf qilish degan buyruqni tanlayman. Ondan buningda 160 100 deganni tanlab, yana hozirgi harakatninki ismi shu'g'i 160 100 degan harakatni tanlab, yoki bo'lmasa shu mana. Agar buningda yana bir sim bor, men saqlash deb saqlamoqchi bo'lsam, bu yoqdek ma'ni bassam bo'ladi, bo'lmasa ma'ni basma. Bisib, men widget qisqichni ko'rsatib berma deganni tanlayman. Widget qisqichni. Mavi o'rindan tanlash degandan widget qisqichning o'zini tanlab berman. Bastım, o ekranning ustida turib, ekranning ustidagi mushshutdi. 1970 jazmlashtirdim. Mayaga widget qisqichning yo'li chiqdi. Chiqqandan keyin hamda bu boshqa tangshaklarni tangshimsam bo'ladi. Chunki ba'zi tangshaklar ma'noning tangshaklari, masalan, Bala mundarijning ma'no ichidan yana bir mundarij bormi? Buning ichirkini o'xshashlar bir taraf qilib etsin desam, ana oldiga bel qo'yib qo'ydim. Masalan, ichish buyrug'i, qaplash buyruqlarini bir taraf qilsin desam, mana oldiga bir taraf bel qo'yib qo'ydim. Hozir menga u lozim emas. Faqat mushni saqlab bersam, mush harakatni shunga yurgizib bersa bo'ldi widget qisqichning ichiga. Hozir men qarasam, mashinamdan boshqalarning hammasi 1920 da 1008 go, ya'ni harakatni ijro qilaman. Ijro qilyotdi, ma'ni ko'rib turlar. O'zgaryotdi-ku mana. Avtomatik o'zgarib ketdi hammasi. Hammani qilib bo'ldi. Ham oningdimmi, ma texim tezroq bo'ldi. Shundaq-ku. Demakki, mushunda qolaydligi bor.